Wow, zo'r. Ketdik suvoshga. Yo! Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan birga SRB editor. Bugungi videoda men full nezerit bilaman. Qani bo'lmasa ketdik. Men hozir hamma youtuberlar qiladigan ishni qilaman. Daraxt chopaman, tosh kovlayman va karka bolta qilich yasayman. Birinchi qo'yimiz bu o'ldiramiz qani. Yana qo'yib buni ham o'ldiramiz. Endi men 58-koordinatadan qazib boshlayman. Qazishni boshladim. Wow, temir. Temirdan kerka yasadim. Olmos qidirishni boshlaymiz endi. Qani boshladik. Birinchi olmos, ikkinchi olmos, uchinchi olmos, to'rtinchi olmos. Hamishni qilib ko'p olmoslar topdim. Kiyimlar ham yasadim. Wow, lavali ko'rma. Wow, lavani olamiz va suv olishga ketdik suv olishga. Yo! Suv olindi. Portal qurishni boshlaymiz. Sizlarga bir narsa aytaymi do'stlar? Men nezerga borganimni va oltin topganimni va nezerit kuchaytirgich topganimni va qadimgi qoldiq topganimni yozib olmabman. Nezerit kiyim yasashni boshlaymiz. Mana oltinni bu yerga qo'yamiz, nezerit kuchaytirish bu yerga, qadim qoldiq bu yerga. Zombi sen yo'qol, o'zi sen yetishmayapsan, o'zi yo'qol, jahlim chiqib turibdi. Qani boshlaymiz nezerit kiyimlar. Kiraylik. Aqlim ketdi, jahlim keldi. Voy, birinchi nezeritni yasab olish kerak-ku. Hop, hozir yasaymiz uni ham. Mana oltin bu yerga, mana 4 ta chiqdi, zo'r. Endi esa kiyimlarni yechamiz, olmiz kiyimlarni. Buni nezerit qilamiz hozir. Mana kiraylik va nezerit kuchaytirgich va olmos kiyim nezerit, olmos kiyim nezerit. Mana wow, zo'r bo'ldi. Endi nezerit kiyimlarni kiyamiz. Wow, zo'r. Mana kiyib olaylik. Wow, zo'r. Keyingi video chiqishini xohlasangiz obuna bo'lib keting kanalga va videoga like bosing. Kommentariyaga sara va sila